90 yuvarlarımız, dalican sağ olsun. Balaları katta bo'lsin, yaxshi to'ylar ko'rsin. Allohim mana qilgan, xalq uchun qilgan xayr ehsonlari daryolarga qolsin. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Yoshlarimiz sog' salomat bo'lsin. Faqat ko'rganlari to'y bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, to'y tomosha qilsin. Mana bularni orqasidan biz ham sog' salomat o'ynab yuraveraylik. Bugungi bayramimiz yaxshi o'tsin. Hamma shod xursand, tinchlik bilan o'tsin. Bayram bayramga ulanaversin. Hamma kunimiz bayram bo'lsin. Baraka bersin Alloh. Shu Madina Akade. Öğrenciye. Ya? Asıl başı yılbaş sen Nevruz'um o. Asırlarını sırdaş sen Nevruz'um o. Boy çiçekler başlarını silagen ey. Dört fasilli kuyaş sen Nevruz'um o. Bülbül ketmez bağlarımga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Mer yayragan chog'larimga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Bülbül ketmez bağlarımga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Mer yayragan chog'larimga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Senin bilen çemendəşdi dələləri, Səbaləri, yüreğimni əllələri. Uçaq daş qazanlar asılsa-yu, Sümələyin yarab yeylər bolaları. Binəfşəyini əsrəy köz qarağımda-yu Nevruz'um. Gelip izlerin xuşbo'yi dimog'imda-yu Nevruz'um. Binafshayni asray ko'z qarog'imda-yu Nevruz'um. Gelip izlerin xuşbo'yi dimog'imda-yu Nevruz'um. Soy bo'yida o'sma qo'yar kelinlar o. Surma surib kiprik bo'yar kelinlar o. Shirin shirin xayollar og'ushida tushlariga tabir yo'yar kelinlar o. Nevruz o'zing quloq sol bir ko'ngliga-yu, ko'ngliga-yu. Yel so'ngida beshiklar bir qo'liga-yu Nevruz'um. Nevruz o'zing quloq sol bir ko'ngliga-yu, ko'ngliga-yu. Yel so'ngida beshiklar bir qo'liga-yu Nevruz'um. Bülbül ketmez bağlarımga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Mer yayragan chog'larimga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Bülbül ketmez bağlarımga xush keldi-yu, xush keldi-yu. Mer yayragan chog'larimga xush keldi-yu, xush keldi-yu.
ham qishloqlar. Avvalambor bugun Navro'z bayramimiz ekan, hammalaringizni o'z oilam nomidan, qolaversa mahalla fuqarolar yig'in nomidan barchangizni tabriklayman. Mana shunday kunlarga yetkazganiga Allohga miqdor shukrlar bo'lsin. Sizlardan bitta iltimosimiz bor. Mana ko'ryapsizlar, 2 kundan beri bu bayram o'tkazishimiz uchun ne mashaqqatlardan qilyapmiz-da. Buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Mana mutasaddi tashkilotlarda aligizdan ruxsat berilmagan edi. Ruxsat berilmasa ham bu bayramimiz o'tkazishimiz kerak deb mana bayramni tashkillashtirdik. Endi sizlardan iltimos bu shu tartib saqlab, iloji boricha bayramdan keyin ham hammalaringiz bolalarga ehtiyot bo'linglar. Mana katta yo'ldan o'tish bor, boshqasi bor. Ehtiyot choralarini ko'rasizlar degan umiddaman. Qolaversa, mana shunday bayram o'tkazadigan mana bu o'tgan yil ham ko'rasiz qanday chiroyli o'tkazganmiz mana shu joylarda. Shu joylarni mana shu qurib, shu darajaga yetkazdi. Mana shu mahalladagi akalarimiz qolaversa, homiylik qilib, kimdir sementini olib keldi, kimdir qumini olib keldi, kimdir g'ishini olib keldi. Mana shu Qohar akamiz boshchiligida mana shu zdaniyamiz shu darajaga yetdi. Bu joyda qolaversa qolganlarni ham mana bu sinfdoshlar yig'ilib, boshqa qilib, bir homiylik qilib qiladigan bo'lsalaringiz, buni ustini yopib, chiroyli bir maskan qilsak, qolaversa mana bu to'y bo'ladi, boshqa bo'ladi, hammaga xizmat qiladigan yaxshi joy bo'ladi dedi. Sizlardan iltimos, mana shu haliginaga sal e'tiborli berib, bir azroq yordam qo'lini cho'zsalaringiz juda yaxshi ish bo'lardi-da. Endigi navbatda qishlog'imiz qorisi Husnul qoriga beramiz. Bir yaxshi Qur'on tilovat qilib duo qiladi. Keyin shu bayramni o'tkazib, tinch, xushchaqchaq o'tkazamiz degan umiddaman. Davramizning qatnashchilari ko'tarinki kayfiyatda chiroyli biroz qarsaga qarsilatib chalinglar. Xursandchiliklarimiz bardavom bo'lsin. Navro'z ayyomlari barchalarga muborak bo'lsin. Yuqorida Mursharab akamiz aytgandek, endigi so'z navbatlarini Ohangaron tumani, Ohangaron viloyati o'zimizning qishlog'i bosh imom xatibi Husniddin Qorakaga so'z navbatlarini beramiz. Rahmatullohi va barakatuh. Aziz hamqishloqlar, aziz mehmonlar, avvalo yaratgan Robbimizga cheksiz hamd va sanolar, Janobi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Yangilanish va yasharish fasli bo'lgan Navro'z olam barchamizga muborak bo'lsin. Elimizni, yurtimizni, aziz qishlog'imizni, mahallalarimizni Alloh taolo doimo o'zi tinch amon aylasin. Barchalaringizni bu qutlug' ayyom bilan samimiy muborakbod etib, yaratgandan mana shu qutlug' kunlariga, fayzli kunlariga yetkazganligi uchun yaratgan Robbimizga cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Azizlar, bahor fasli nihoyatda fayzga, barakotga to'la bo'lgan fasllardan biri. Bu bahor faslida har birimiz ko'chat ekar ekanmiz, dehqonchilik qilar ekanmiz. Dinimizda bu ekayotgan ko'chatlarimiz, qilayotgan ziroatlarimiz nihoyatda savobli amallar ekanligi ta'kidlanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom kim bir ko'chat eksa yoki bir ziroat qilsa, o'sha ko'chat ekkan, dehqonchilik qilgan insonga sadaqai joriya bo'ladi dedilar. Sadaqai joriya degani to'xtovsiz borib turadigan savob degani. Kim ekilgan ko'chatni soyasidan yoki uning mevasidan insonlarmi, hayvonlarmi, qurt-qumursqalarmi, jamiki maxluqotlar naf ko'rsa, shuni ekkan kishiga to'xtovsiz savob borib turadi. Shuning uchun bu bahor faslarini hammamiz g'animat bilib, qo'limizdan kelgancha manzarali, mevali ko'chatlarni ekib, xonadonlarimizni yanada bir ozoda qilib, atroflarimizga bir e'tibor qaratib, ariq zavurlarimizni bir tozalab, bahoriy kayfiyatni chiroyli holatda o'tkazish hammamiz uchun lozim bo'ladi. Mana bugun qishlog'imiz ahli, katta kichiklari hammamiz jam bo'lib, katta bir tantana bayram qilyapmiz. Doimo yurtimizda shunday bayramlar, tantanalar ko'p bo'lsin. Mana hozir oqsoqolimiz bayon qilganidek,
mana bu joylarni xalqimiz shunaqangi tadbirlarni o'tkazishlik uchun chiroyli bir holatlar yuzaga kelyapti. Bu ishlarni bosh bo'lib turganlar, xayriy ihson qilayotganlar, qo'l mehnati bilan xizmat qilayotganlar, hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Hali oldimizda qiladigan ishlarimiz bor. Mana shu qurilishlarimizni yakuniga yetkazib, bu joylarni bir chiroyli go'shalarga, chiroyli bir holatlarga aylantirsak, inshaalloh nur bo'ladi. Hozir siz azizlarni ishtirokingizda bir Qur'oni Karim oyatlaridan tilovat qilib, qishlog'imizdan o'tgan, hammalarimizdan o'tganlarimizni bir xotirlab, elimizni, yurtimizni haqqiga mana nuroniylarimiz bilan birgalikda duoyi xayrlar qilsak, inshaalloh nur ustiga nur bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin ya rabbil 'alamin. Parvardigor fazilatli muborak kunlarda o'qilgan go'zal kaloming tilovatini senga yuzlanib qilayotgan duolarimizni qabul ayla. Hosil bo'lgan savoblarini avvalo o'tgan barcha payg'ambarlar, aziz avliyolar, pir va ustozlar, qishlog'imizdan o'tgan, duoga qo'li ochib turgan, hammalarimizdan duo umidida yotgan, o'tib ketgan marhum va marhumalarimiz ruhlarini bahramand ayla. Parvardigor elni, yurtni, aziz vatanimizni doimo tinch omon qil. Uni ravnaqini o'zing ziyoda ayla. Bahoriy bayram, Navro'zi olamni hammalarimizga o'zing muborak qil. Yerga qadayotgan urug'larimiz, ekayotgan ko'chatlarimizni barakotli qil. Bu yilgi dehqonlarimizni dehqonchiligiga barakot ber. Chorvadorlarimizning chorvalariga barakot ber. Sanoatda, ishlab chiqarishda, tijoratda xizmat qilayotganlarini savdolariga, tijoratlariga o'zing barakotlar ato ayla. Parvardigoro, xonadonlarimizning dasturxonlariga doimo o'zing to'kin sochinligini ato et. Xalqimizni, qishlog'imizni, mahallamizni doimo ravnaqini o'zing ziyoda qil. Parvardigor, hammalarimizni bu qutlug' kunlarga salomat yetkazding. Yana yil mana shu Navro'z olamiga ham hammalarimiz qatorimizdan xato bo'lmagan holatda, bundan da yaxshi holatlarda diydor ko'rishib olishimizni nasib et. Parvardigor, bizlarga behisob ne'matlar beryapsan. Doimo berayotgan ne'matlaringni qadrlab, uni shukrini ado etib olishini o'zing nasib et. Mana qishloqlarimiz, mahallalarimiz, yurtimiz kundan kunga chiroy ochib boryapti. Bu ishlarni tepasida turgan muhtaram prezidentimizni, davlatimiz rahbarlarini,
hammalarni xalqimizni farovonligi, uning ravnaqi taraqqiyoti yo'lida olib borayotgan ishlarida o'zing yoru madadkor bo'l. Mana qishlog'imizga ko'y qo'shtirgan qishlog'imizning nuroniylarini, keksa avlod ulug'larimizni uzoq yillarga salomat qil. Bular xonadonlarimizni, mahallalarimizni ko'rki, duogo'y bo'lib uzoq yillarga bularni salomat ayla. Hamma yoshlarimizni ko'rib ko'zlarimiz quvonyapti. Yoshlarimizga uzoq umr, sihat va salomatlik, baxt va omad, shijoat ber. Yaxshi ilmlarni olib, yaxshi hunarlarni egallab, mahallamizga, qishlog'imizga, vatanimizga ravnaq, yurtimizga rivoj qo'shadigan salohiyatli farzand o'g'il qizlar bo'lmoqligini nasib et. Parvardigor bugungi Navro'z bayramini tashkillashtirgan ukalarimizni hammalarini tanijonlarini sog' qil, umr rizqlarini ziyoda qil. Mana xalqning duosini olish, ularga xizmat qilishni ularga nasib etgan ekan, ularni ham hammalarini omadlarini berib, umr rizqlari ziyoda bo'lib topganlarga o'zing barakotlar ber. Mana bu joylarni obod qilayotgan, bu joylarga hissa qo'shayotgan, hozir nomlari aytilgan, nomlari aytilmasdan xayri ihson qilganlar, qo'l mehnat bilan xizmat qilganlar, hammalaridan o'zing rozi bo'l. Doimo mana shunday xalqni olib qishiga, yaxshi duosiga sazovor bo'lib borishlarini o'zing nasib et. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rohimin. Salomat. Hamqishloqlarimiz davramizning qatnashchilari, bugungi fayziy davramiz mahallamiz qo'mitasi raisi Qorovsa Husniddin qori akamiz tomonidan juda ham bir ajoyib tarzlarda ochib berildi. Bugun 91-yil ukalarimiz tomonidan siz va biz oldimizga chiroyli dasturxonlar yozib, yettivalaydan topilmaydigan noz-ne'matlarni to'kib sochib chiroyli xursandchilik kunlarga sherik bo'lib turibmiz. Boringlarga shukr. Barchalarga Navro'z ayyomlari muborak bo'lsin. Yangilanish, yosharish fasli muborak bo'lsin deymiz. Navbatda biz san'atkorlarga berar ekanmiz davramizga. Xalqimizga yaxshi kunlarda xizmati bo'lib kelayotgan san'atkor Xayriddinjon Abdurayevni biz davraga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Yaratganim o'zingga shukr, g'amlar berib suyganing uchun. Yaratganim o'zingga shukr, meni loyiq ko'rganing uchun. Yaratganim o'zingga shukr, meni loyiq ko'rganing uchun. Yaratganim o'zingga shukr. Ketar omadni, qadrin bilib barcha ne'matni. Birda kelib ketar omadni, qadrin bilib
barcha ne'matni tashvishlari bisyor davlatni kamlar berib suyganing uchun tashvishlari bisyor davlatni kamlar berib suyganing uchun yaratganim o'zingga shukr. Dünya ahli vermilgan zamin buhaylar berganing uchun yasayu islomda Termiziler berganing uchun Midor qulluq xolis ustozlar berding shoir hofiz sozlar haqni yozding oppoq qog'ozlar suyganing uchun haqni yozding oppoq qog'ozlar qalam berib suyganing uchun yaratganim o'zingga shukr. Bugun o'zlaridan xursandchilik kunlarini nishonlayotgan hamqishloqlarimiz barchalarga yana bir bor Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Yangilanish, yosharish fasli muborak bo'lsin deymiz. Shunday ekan qishlog'imizni faollaridan biz Fayziy davraga Begimurod akamizni taklif qilar ekanmiz. Keling, Begimurod aka. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Hammalaringizni bugungi ayyom Navro'za olam bilan tabriklayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat tilayman. Mana Ungit qishlog'i ilgaridan ahil, bir-biriga mehribon, bitta bir xalq ko'pligan. Mana bugun ham ko'rib turibmiz. Qishlog'imizning ahilligi bilan mana bugungi bu marosimni qilayotgan yoshlarimiz oldimizga dasturxon yozib, hammamizni Navro'z bahona shu joyga to'plagan ekan. Mana shu yigitlarga, ularning oilasiga, hammasiga katta rahmatlar bo'lsin. Men fursatdan foydalanib, mana shu bayram bilan tabriklar ekanman. Sizlarga bitta bir murojaatim. Mana shu mahallaning yoshlari bosh bo'lib, mana shu siz bilan biz o'tirgan shu joyni obod qilishni boshladi. Kimdir nimadir bilan qo'lidan kelgancha ehson qilib, mana shu joyni chiroyli joyga aylantirishga harakat qildi. Siz azizlardan bitta iltimosim, har kim, har bir oilada oilasi bilan kelishgan holda bir qo'lidan kelgancha mana shu joyni chiroyli qilishga, obod qilishga o'z hissalaringizni qo'shishga chaqiraman. Bu joy
qishlog'imizga shunday joy bo'lib qolsinki, kerak bo'lsa shu to'ylar o'tkazilsin. Qanday yaxshi marosimlar o'tkazilsin. Joyimiz yomon emas. Faqat hammamiz bir-birimizni qo'llab, mana shu joyni yanada obod qilishga harakat qilsak, juda ham chiroyli bo'ladi. Men berilgan fursatdan foydalanib, mana shu yerda shu dargohga o'zining bir hissalarini qo'shgan yigitlarning hammasiga hozir nomma-nom aytmayman, hammasiga katta, sizlarning nomlaringizdan katta minnatdorchilik bildiraman. Hammalaringizga Alloh kuch-quvvat bersin. Agar dillaringizda tugib qo'ygan yaxshilik bo'lsa, mana shu joylarga ihson qilingizlar, mana shu joyni obod qilaylik. Keyingi yana bir shu fursatdan foydalanib aytib ketmoqchiman. Tepa qabristonimizda bir kichkinagina besetka deydi, haligi duo qiladigan joy qurayotgandik. Gapning ochig'i, hozir cho'ntagimizda hammamiz ham pulimiz yo'q. Xalqning yig'ilgan pullaridan kerakli joylarga sarflab, hozir biz pulimiz yo'q. Agar dilida tugib qo'ygan odam bo'lsa, mana shu haligi duo qiladigan joyni o'rnatish uchun agar ihson qilib, men mana shu narsani o'rnatib beraman deydigan ishlaringizda bir ihson talab odam bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana Abduqoyim akamizga uchrashib, o'sha narsani qurib bersa, yana bir bor duoga, savobga qolgan bo'lardi. Hammalaringiz bayramni yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishlaringizni tilayman. Uylaringizda doim xursandchilik bo'lsin. Topganlaringiz to'ylarga buyursin. Yaxshi kayfiyat bilan bayramni o'tkazaylik. Hammalaringizga bir bor rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Begimrod akamizga tilaklari, niyatlari javob bo'lsin, Allohim. Ana endi biz har yilgi an'anaga muvofiq bog'cha, maktab dasturlarini davom etkazamiz. Mana shu yerda opalar, singillar farzandlarini tarbiya qilgan farzandlarimizni chiqishlarini tomosha qilamiz. Davramizda qatnashchilari bugungi fayziy davramizni ko'tarinki kayfiyatda o'tishi siz va bizga bog'liq. Yana bir bor barchalarni bayramlar bilan tabriklaymiz. Marhamat. Marhamat, farzandlarimiz. Zafar do'stimning o'g'li Baxtiyor boshchilik ekan, ha? 88 yigitlar Baxtiyor olishda turamiz. Marhamat, chiroyli biroz farzandlardan. Ha! Yana vajatiylar, ustozlar, hushyorlar, qaynaylar. Ko'tarik kayfiyat o'tkazaylik. Uzilish bo'lib qo'yadi. Eksklyuziv oji.uz. Qoshlaring qaro bo'pti, o'zingga xo'p oro bo'pti. Pardozing bugun judayam bir a'lo bo'pti. Sochlaring uzun bormi, yuzda yangi yoqqan qormi? Lablaring qizildan qizil, ichida gilosi bormi?
Necha kipriklar jangi tushimmi yo o'ngimmi bu bir ko'rishda qoldim yangi yaltiraydi ko'zlarim munchoq yarashibdi yangi taqinchoq ko'ylaklar buncha uzun yorimmi bu yoki qo'g'irchoq yarashibdi yangi ro'moling yarashibdi yuzdagi holing yana ortibdi chiroying yarashibdi yangi ro'moling yarashibdi yuzdagi holing yana ortibdi chiroying Sochlaring uzun dormi yuzda yangi yoqqan qormi lablaring qizildan qizil ichida gilosi bormi Bog'chadagi farzandlarimizdan an'anaga muvofiq orqon tortish, ya'ni ular belbog' Bahodir barisi mavisi qorasi liboslarning sarasi o'zbegimning atlasi bebahodir barisi mavisi qorasi liboslarning sarasi o'zbegimning atlasi quyoshdek yonar chillada tovlanar kiyganlar bilar o'zbegim atlasi quyoshdek yonar chillada tovlanar kiyganlar bilar o'zbegim atlasi Yaşnar, gözler konak gider, yürekler yaşnar. Gözlerini kunatar, özbegim atlası. Gözlerini kunatar, özbegim atlası. Yaştık yanar, çillada tavlanar. Kuyganlar bilar, özbegim atlası. Yaştık yanar, çillada tavlanar. Kuyganlar bilar, özbegim atlası. Yaştık yanar, çilada tavlanar, gidenler
yatnasi bebahodir barisi mavisi qorasi liboslarning sarasi o'zbegimning yatnasi Rahmat, salomat bo'linglar. Ana endi azizlarimiz biz davraga mamnuniyat bilan mahallamizni Jensevet raisi, Mahliyo opamizni hokim yordamchisi Xonazon opamni birgalikda taklif qilamiz. Kelinglar. Davraga taklif qilamiz. Marhamat. Tilaklar, niyatlar, nusxalari. Assalomu alaykum akalar, ukalar, opa singillarim, kelin poshshalar, qizlar, qiz poshshalarim, hammalaringizni mana shu Navro'z ayom bilan muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har biringizning xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, qut baraka olib kirsin. Barchangizni yurak-yuragimdan yaxshi ko'raman. Hammangiz jon tomirimsiz. Barchangizga bayram muborak. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana bugun mahallamizda chiroyli tadbirimiz bo'lib o'tyapti. Hurmatli otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, har biringizni bayram bilan muborakbod etaman. Har biringizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lishini tilayman. Ilohim mana shunaqa mahallamizda chiroyli tadbirlar bo'lib, kattalarimiz bosh bo'lib, yoshlarimiz kattalarga yondosh bo'lib, hammamiz yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Har bir kunimiz Navro'z bo'lsin azizlarim. Bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar opalarimiz. Ana endi Mahliyoxon opamiz boshchiligida mahallani ayollarini, barchalarini, farzandlar, erkaklarimizni ham biz davraga taklif qilamiz. Chiroyli qo'shiqlar bilan davom etkazamiz. Tadbirlarimiz boshlangunga qadar. Marhamat. Damlardan alam damlar faqat qolganiga o'xshaydi. Damlardan alam g'amlar o'sha damlar o'sha damlar faqat qolganiga
qo'shibsan 16dan oshibsan ey anhor keli toshqin jonim shirinligingdan ko'nglimazsan tushibsan jonim shirinligingdan ko'nglimazsan tushibsan uzumsan qaro pishmish uzumsan qaro qarang qizman eng sarisi o'zingsan uzumsan uzumsan qaro pishmish uzumsan qaro qarang qizman eng sarisi o'zingsan Sanki can cahan, sanki can cahan, bağrıcında görürsen, almaz adı armağan, bağrıcında görürsen, almaz adı armağan. Uzumsan, kara pişmiş uzumsan, kara parayı kızlar, en sarısı uzumsan, uzumsan, kara pişmiş uzumsan, kara parayı kızlar, en sarısı uzumsan, kara parayı kızlar, en sarısı uzumsan, kara parayı kızlar, en sarısı uzumsan. Edamaz, ağzın çok hoşuma. Assalamu alaikum hurmatli Kavkaz singirler, o'g'il qizlarim, devreyi çevirlerim. Hammalarning sog'lom, salomat bo'linglar. Avvalambor bo'lsin. O'zbekistonimiz gullasin, yashnasin. O'rta prezidentimizga rahmat. Xulosda ishlayotgan rahbarlarga hammasiga rahmat. Ohangaron rayonida ishlayotgan rahbarlarimga rahmat. Mana shu yerda ishlayotgan boshqa qash bo'layotgan aka uka o'g'il qizlarimizga hammasiga tenlari sog' to'kilgan to'y bo'lsin. Zamon tinch bo'lsa, O'zbekiston gullaydi. Hammalarning salomat bo'lsin. Yana buni bu Mavlud bayrami bilan chin ko'ngildan, chin dildan shu oilam nomidan, mana bu qarako'z challar nomidan hammalarni muborakbod etaman. Hech kam bo'lmanglar. Yana bir shuvoqlarga sog' salomat o'ynab kulib mana shunday butun tezsin yetsin nasib qilgan bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar, kam bo'lmanglar. Barakalla, rahmat, salomat bo'ling. Chiroyli gulroz qilsak ayamaylar, ilohim Onaro'y otamiz yuzga kirganda yubiley qilsa bir qoshiq boshlaymiz. Ana endi rahmatli otamiz, Xolboy bobomiz barchalarini biz chollarga, mahallani mo'ysaflarini davraga taklif qilamiz. Tasvirchilikdan Rasulboy otamizni esdalik bo'lib qoladi. Barchani Begmurod akamiz boshchiligida biz davraga taklif qilyapmiz. Marhamat. Raisni ham davraga taklif qilamiz. Mahliyo ayimizning orqasidan ayollar chiqdi, rais orqasidan erkaklar chiqdi. Sahnenin ilişki başına kılıfı sırda Kılgınmaya karıyan Elinden nasbın ademi dinaz Hayday gözleri şara Kıldın bana bir bakşine İsmini şeyda